Passajlarimiz olgan dachaga o'zim ham keldim. Bir yil o'tib qolgansizlar. Bir yildan beri kamchiligimiz bor. Hech yerga taksi zakaz qilmanglar. Bezdagi men Tavsiya qilaman. bittasi 2 kilogramm, bittasi 1,5 yil do'stlar. Birinchi etajga taksi zakaz qilinglar, iltimos qilaman. Qo'limdan hech nima kelmaydi. Sizlar bezdagi men passajlarimiz olgan dachaga o'zim ham keldim. Bitta antena bilmayman, sim karta ham ishlamaydi shekilli. Dokumentda ancha yildan beri kamchilik bor ekan. Chiroyli taksi xizmatimizdan foydalanishga hozir aeroportga borib chiroyli kuzatib boramiz do'stlar. Kuzatishda davom etinglar, faqat bitta like bosib turamiz do'stlar. Azlar, ana biz aeroport yo'liga ketyapmiz. Alhamdulillah aka. Aka, qarang. Chotki mamasi? Chotki. Qanaqa akajon, dokumentimizda qancha kamchilik bor? Bir yil o'tib qolgansizlar. Bir yildan beri kamchiligimiz bor ekan. Endi hammasi aytish shart emas, kamchilik bor, ha? Bor. Aziz yurtdoshlar, bezdagi mijozlarimiz bizni bir kun oldin ogohlantirsa, 5-6 soat oldin ogohlantirsalar qo'yasizlar. Chiroyli qilib mana shu lo'baga o'xshab kuzatib qo'yamiz. Taksi xizmatlarimiz bor. Elyor aka, nima gap? Hammaga omad tilaymiz. Bemalol telefon qila olasizlar. Taksi kerak bo'lsa mana yo'llarimiz ketyapti. Yo'llarimiz do'stlar, xudo xolasa, chiroyli qilib lo'baga sizga shoq yo'l. Rahmat. Bizni uzoqlashmaslar, faqatgina bittadan like, podpiska bosib qo'yasizlar do'stlar. Sajorat sizlar uchun xizmatingizda. Aeroport Vunukoga yetib keldik biz passajirlar bilan xudo xolasa. Taksi xizmatimiz Elyor aka mana shu yerda. Hurmatli mijozlar, bugun men aeroport Vunuko 2-etajdan sizlarga video qilyapman. Mana shu yerga taksi zakaz qilmanglar. Bezdagi mentlar iltimos qolaman. Mana shu yerda 2-etaj do'stlar. Aeroport Vunuko prilyot zona. Biz doim sizlarga 1-etaj aytaman. Uni ham ko'rsatib qo'yaman video davomida. Mana shu yerda 1-etaj emas, bu 2-etaj villas zonasi do'stlar. Обязательно bezdagi mentlar 1-etajga aeroport Vunuko prilyot zona 9 aga salba zakaz qilingan. Ishdan bir kirib kelsang bo'ladi. Uni metroning uchi ham ko'rinyapti, turganimizdan mana. Shunga gaplar. Qani bezdagi mentlar passajirlar olib kelganmiz, chiroyli kuzatamizlar. Aeroport Vunuko prilyot zona, ya'ni 1-etaj bo'ladi. Doim shu taksi mana shu 1-etaj zakazlar. Ko'rganmizlar, men 2-etajda bo'ldim. Tomon 2-etajda qora qaraylar o'shini. 2-etajda sizlarga zakaz qilmanglar taksini. Faqat 1-etajda taksi zakaz qilinglar, iltimos qolaman. Shu yerdan kirsanglar, tog'lar bo'lmasligi ehtimoli kuchli bo'lmasa, metro bilan kirasizlar do'stlar. Shunday gaplar. Aeroport Vunuko. 1-etajda tog'lar yo'q, chotki hammasi kelaverasizlar bemalol. Mana shundan shunday kelib, eskalator bilan chiqib yoki bag'da lift bor, lift bilan chiqib ketaverasizlar. Aeroport Vunuko. 1-etajda hech kim yo'q. Qo'ylasizlar, 128 dan 140 gacha polniy aviakompaniya Pobedani stoykasi mana shu yerda bo'ladi. Samarqand, Toshkent, Qirg'iziston, O'shga ketyapti registratsiya, mana O'sh. Barcha umumiy reyslar mana shu yerda bo'ladi. 10 kilo bagaj, 10 kilo o'shmaga, bez bagaj olgan bo'lsangiz, mana shu qutilarga solib privaga qiladi do'stlar yuklaringni. Sig'mas agar 3800 dan 4,5 rublgacha shtraf soladi. To'g'ri, Vunuko Samarqand ketyapti. O'zbekiston havola 32 kilo bagaj, 8 kilo o'shma qiladi. 1:00 da samolyot uchadi, 12:00 da registratsiyalar yopiladi. Bu 51 dan 54 gacha Samarqand. Bu tomonda 57, 58, 59, 60 bu Toshkent. Vunuko Toshkent 32 kilo bagaj, 8 kilo o'shma qiladi bilan 51 dan 60 gacha polniy O'zbekiston havolaga qaraydi. Bemalol kelaverasiz do'stlar. Qo'limizdan kelguncha aeroport Vunukoda shu bezagan passajirlarni olib kelib chiroyli kuzatib qo'yapmiz. Lo'ga akamlar aeroportga kirib oldik, xudo xolasa. Inshaalloh Vunuko Navoiy uchishyapti inshaalloh. Qo'limizdan kelguncha adreslardan olib aeroportga olib kelib, mana chiroyli qilib registratsiyaga turibmiz hozir. Lo'baga xizmatlarimiz ma'qulmi? Mana shu YouTube'ga chiqayotgan videolarni ko'rib, sizlar murojaat qildingizmi? Tavsiya qilaman. Xudo xolasa mana shu xuddi shu mana shu YouTube'ga chiqayotgan videolarimni ko'rib murojaat qilishayotgan ekan. Alloh rozi bo'lsin. Sizlar uchun sajoyat xizmatlar. Sizlarga ham shunaqa bezdagi mendan kuzatib qo'yish xizmat kerak bo'lsa, taksi xizmat kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar pastdagi nomerlarga. Lo'baga sizga addish yo'q. Sog' bo'lasiz. Xudo xolasa biz aeroport Vunukoda. Passajirlarimizni ajdazagacha kuzatib qo'yapmiz. Endi ayol kishi chiqmaymiz deyishdi, mana chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz do'stlar. Murojaat qilaverasizlar bizga. Bezdagi men. Bittasi 2 kilogramm, bittasi 1,5 yil do'stlar. Azlar, aeroport Vunukoda biz ko'rdlaring bezdagi men deb passajirlarimizni bir chuvlasharkan adreslarga borib, o'zimiz taksi xizmati ham kerak ekan, foydalanishga shundan ham borib, o'zimiz olib kelib, aeroportga olib kelib, chiroyli qilib registratsiya qilib kirgizib boramiz, va'da berdik. Qaranglar, sizlarga ham mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, iltimos qilaman, jon akalar. Bir kun oldin 5-6 soat oldin ogohlantiringlar. Ogohlantirmasanlar men kelib sizlarga yordam bera olmayman. Juda ko'pchilik reklama qilyapsan uka, aeroportda tog'lik tushib qolgandan keyin menga murojaat qilishlaring kech bo'ladi. Chunki juda ko'pchilik uka reklama qilyapsan, shu reklama ostida senga murojaat qilyapmiz, tog'likka tushib qoldik degan paytlaring men hech qanaqa qo'limdan hech nima kelmaydi. Shuni bir qator o'zlaring uchun bilib olinglar. Sajon aviatsiyasi sizlar uchun shunchalik qo'ldan kelguncha maksimal darajada xizmat olib boryapti. To'g'risini aytgan aeroport voqealar, aeroport temalar menga unchalik muhim emas do'stlar, chunki alhamdulillah dokumentimiz bizga hamma zo'r fundament qilayotgan mehnatlarimizni ham qilayotgan shu videolar sinimat qilyapmiz. Ba'zi kerak bo'lsa noqonuniy joylarni ham video qilib boryapman kerak bo'lsa. Shuning uchun
shu narsani inobatga olib qo'yib, обязательно bitta like bosib, подписка bosib qo'ysanglar, keyingi informatsiya ham sizlarga yetib boradi inshaalloh. Qo'ldan kelguncha maksimal darajada qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Hozirgi kunda shu narsani bilib olinglar o'zlaring uchun. Bizda aviakassada do'stlar, Toshkentda, ya'ni so'mda ham, rublda ham, yevroda ham, dollarda ham savdo qilaveramiz. Ya'ni so'mda hozir O'zbekistondan kelishga chem rublda arzon chiqyapti. Agar so'm pullarga bo'lgan bo'lsa, biz Toshkentda ham aviakassamiz bor. Joyingiz bemalol borib, Toshkentda ham biletlarni xaridsalaring bo'ladi. Xohlasalaring onlayn tarzda olasizlar, xohlasalaring ofisga borib olsalaring ham bo'ladi. Men har bitta mana shu pastdagi nomerlardan murojaat qilaverasiz. Mana shu nomerlarga 250 kalam bilan javob beraman. O'zim Rossiya territoriyasidan olsalaring. O'zbekistondan ukam nomerlar bor, pastda nomerlar, bunga ham shu holatda bunga ham 250 javob beraman. Bizdan uzoqlashmanglar do'stlar. Xo'p, kirdi-chiqdi qilib yurgan do'stlarimiz uchun, ya'ni dokumentlaring kirdi-chiqdi qiladigan payt kelgan bo'lsa, mana shu insonlarimiz bemalol Moskva, Samara Moskva biletlarni olib beramiz. Samara aeroportida bizni taksimiz kutib olib, chiroyli qilib olib borib sizlarni Samaraga Qozog'iston tranzitiga olib borib keladi. Shuncha paytdan shuncha pasajer jo'natyapmiz, birortasi muammo bo'lmayapti do'stlar. Va hozirgi kunlarda aeroport, Domodedovo aeroport, Vnukovo aeroport, Zhukovskiy, Sheremetyevo farqi yo'q. 4 soat oldin uchish oldini vaqtini harakat qilinglar. Shu vaqtga borishni iltimos qilib chunki shunaqa holatlar bo'ladi, kimlardir reysga usib yetmay qolib, reysdan qolib ketyapti. Bilinglarki, agar reysdan qolib ketsalaringlar, 90% aviakompaniya уже pul qaytarib bermaydi. Nimaga? Chunki o'zlaringni ayblaring bilan qolib ketgansizlar. Sizlar uchun sajoyingiz bo'ldi. Hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'lasizlar. Like bosib turish, esdan chiqmasin. Mutlaq beskladni akalar. Aeroport Vnukovo Prilot zona. Xudo xolasa, qaysi reyslar kelib qo'nibdi? Juda ham ko'p reyslar kelib qo'ngan O'zbekistondan, hammasi chotki chiqyapti ekan do'stlar. Hop, Prilot zona. Namangan kelib qo'nibdi, Toshkent kelib qo'ngan, Samarqand kelib qo'ngan do'stlar. Xudo xolasa shunaqa gaplar, hamma chotki chiqyapti. Atpechatka yo'q. Aeroport Vnukovo hamda Prilot zonada turibman. Iltimos qolaman sizlardan. Kelib qo'ngan insonlarning diqqatiga, kelib qo'nganda migratsionini chotkilab tekshiringlar. Ism, familiya, pasport seriyani chotkilab tekshiringlar. Agar bitta bukvasida kamchilik bo'lsa yoki qanaqadir xatogarchilik bo'lsa, dokument qila olmaysizlar. Shuni o'zlaringiz uchun bilib olinglar. Keyin mana misol uchun hozir chiqdingiz, migratsion olib chiqdingiz. Agar birorta bukvasini tamojidan keyin ko'rib qolsalaring kamchilik borligini, kirsalaring qaytib sizlarni tan olmaydi, qaytib to'g'irlab bermaydi. Shuning uchun shu rentgenda turgan paytda обязательно vinomatni bo'lib, vaqtlaring bor, qo'rqinchli joyi yo'q, spokойно turib, misol uchun 2-3 minut vaqtingiz bor, chiroyli tekshirib olish kerak. Tekshirib olib, keyin pul qo'yib, keyin migratsion olinglar. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar uchun sajoy bo'lasiz. Kala aeroport Vnukovodan chiqdim. Qor zo'r yog'yapti. Sizlarga kerakli informatsiyani yetkazib berdim degan umiddaman. Maksimal darajada bizdan uzoqlashmanglar. Bittadan like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Qo'limdan kelguncha aeroport Vnukovoda holatlarni sizlarga chiqarib berdim. Ko'rdaring bezagan passajirlarni kelib kuzatib ham qo'ydim. Faqatgina arzon bilet kerak bo'lsa pastdagi nomerlarga abrashasizlar qilasizlar. Faqatgina biz Telegramdan bilet sotmaymiz. WhatsAppdan aloqaga chiqasizlar. Xohlasang, video izlab chiqasang, o'zim bilan ko'rishib, gaplashib, bilet olsalaring bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, o'zingizdan yaxshilar, maksimal darajada faqatgina like. Kommentariy ham birinchisi Sajjada Saygasani Telegram kanaliga o'tib obuna bo'linglar.